Mana bu ishimiz umuman boshqacha bo'ldi. Mana ko'rishingiz mumkin. Barchaga assalomu alaykum. Sizlarga mana navbatdagi yozgi oshxonamiz yakuniga yetkazdik. Bu hammasidan ham o'zgacha yana bir chiroyli dizaynda ishlangan yozgi oshxonamiz. Xo'sh, bu yozgi oshxonamiz nimasi bilan ajralib turadi? Birinchi o'rinda g'ishi bilan. Bu g'ishimiz Rossiyaning g'ishlaridan umuman sho'r chiqadigan yoki bo'lmasa o'ziga suv oladigan yoki bo'lmasa qanaqadir issiqqa chidam bermaydigan g'ishlardan emas. Bu g'ishdan umuman rangini o'zgartirmaydi, suvni o'ziga olmaydi hamda olovga ham chidamli g'ishlardan Rossiyaning Likalor zavodidan ishlab chiqarilgan g'ishlar. Bu g'ishni biz Samarqanddan olib keltirildik, Andijon shahriga. Bu g'ishimiz mana o'zingizlar ko'rib baho berishingiz mumkin. Hamda bu yozgi oshxonamizni biz g'ish va mana shu metall granit kombinatsiyasini ishladik yozgi oshxonamizga. O'ylaymanki juda ham ajoyib, chiroyli dizaynda ishlandi. Mana o'choqlarimiz 16 litrlik hamda 22 litrlik o'choq. Va bu yerga tandir ham o'rnatib berdik. Bu yerga faqat tepasiga qopqoq yasattirib qo'ysa bo'ldi. Xudo xohlasa tandirimiz ham juda chiroyli chiqdi. Uzoq yillarga xizmat qilib beradi. Xo'sh, yana bitta tomoni umuman boshqa yozgi oshxonalarga qaraganda ajralib turadigan tomonlaridan bittasi mana shu ko'rayotgan bo'lsanglar, mana shu burchak ko'p mangallarda boshqa yozgi oshxonalarda, letniy kuxniyalarda ko'rgan bo'lsanglar, shunaqa burchakka qurilgan yozgi oshxonalar, mangallar asosan mana shu arkasi ichkariga kirib ketgan bo'ladi. Keyin bunaqa katta ploshadni olmaydi. Ko'rgan bo'lsanglar, ichkariga kirib bir xalati bo'lib qoladi. Biz esa bunaqa narsa qilmaymiz. Mana ham ko'rinishi ham juda chiroyli bo'ladi, ko'rinishdan ham mana shunday chiroyli yozgi oshxonamiz bo'ladi, mangal.